Sochni qanaqa olib beray, aka? Shu kalta korotka qilib qo'ying, chiroyli qilib, yonlarini kalta qilib. Yoqsa like, kommentariy bosib qo'yasizlar. Ustoz, qaychini unaqa ushlash kerak, bunaqa ushlash kerak o'tgan deyishadi. O'zi qanaqa ushlagan to'g'ri? Qaychini qaysi biri senga qulay bo'lsa, qaysi tomondan ishlasang ham baribir soch chiroyli chiqaveradi. Bularni o'rgansa, shu texnikasini o'rgan bo'lsang, bo'ldi. Bir xil bundoq deydi, bir xil bunaqa kiysaman deydi. O'zingga qaysi biri qulay bo'lsa, qulaylik yo'lda ishlayverasan. Tushundingmi? Qalay chiqdi?